esimda qolib ketdi senga olgan atirgul. Bugun men uchun boshqacha kun bo'ladi. Nima bo'lsa ham roziligini olaman. Yalang oyoq yoshlik. Islasam jam, ko'zlarimga surtgin. Mo'min aka, tinchlikmi? Nima bo'ldi sizga? Mamda bora qol, ertaga kelaman ko'rgani. Yo'q, to'xta, ketmay turgan orqamga o'tganda. Orqangizga? To'g'ri ma'noda orqamga o'tgan surprizim bor. Orqangizda surpriz? O'tga, iltimos sendan. Muncha chiroyli. Tavba qildim. Keyin kelaman a? Yoqqan bo'lsa xursandman. Endi uzr, bunaqa vaziyatda beraman deb o'ylamovdimman. Yo'q, hech qisi yo'q, rosa yoqdi menga. Ye, bemor. Men sizga necha marta aytdim, gips qotguncha qimirlamang deb. Uzr, doktor. Sen? Siz Kim? Bilasanmi, men seni qancha qidirganimni? o'zingiz chiqib ketdingiz-ku hayotimdan. Sen o'zing yo'q bo'lib ketdingmi? Qachon kirgandi bu hayotingga? Kim bu? Yigitim. Kuning shunaqalarga qolib ketdimi? Kulimga nima qilibdi? Nima qilibdi kulimga, mujik? Orqamdan gapirmasdan oldiga o't gaplashamiz. Yo'q, yurgin, men seni tushuntirib beraman. Qatga va mujik. Men Mujik deb men chaqirdingizmi? Buni tashxisini men ko'rganman. Buning odam bo'lmaydi. Yo'q. Bir umr shunaqa o'tib ketadi. Aka, men sizga zo'r narsalar olib keldim. nima bu? Sifat shirinligi, maza qilib yermakkada jotib, ya'ni to'qa yeyib o'tirasiz. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Qo'y bularni. O'zing yo'qol. Maraz. Mo'min aka, sizga gap aytmoqchi edim. Biz siz bilan birga bo'la olmas ekanmiz. Mana o'zingiz baxtli bo'ling. Yo, to'xta. To'xta, iltimos. Hali uxlamasan. Hali pushaymonsan. Aka, bitta zo'r qiz topib kelaymi? Mashina qarab. Ha? Sizni yangi boshqa chaqiryapti. Nimaga? Tez kiring oldilariga. Tinchlikmi? Nima qildim? Mumkinmi? Mo'min aka? Hali o'zgaraman deganmidim.